yoki hovli quraman desangiz, lokatsiya yoqsa, uyi joylashuv yoqmayapti, joylashuv yoqsa, lokatsiya yoqmayapti. Sizga lokatsiyasi ham, joylashuv ham yoqadigan ugloviga chiqib bitta hovlini ko'rsataman, ko'rib turing, qiziq bo'ladi. Ko'chalarni qarang, kengligini, ikkita mashina bemalol o'tadi, zaxvatlari bor. Joyini tushuntiradigan bo'lsam, Nurafshon ko'cha Shedevr Garden restoranidan 150 metr kirganimizda mana shu uglovoydagi joyimiz sotilyapti. 13 metr fasad, bunaqasiga 19 metr ekan. Bu yoqdan mashina kiradi va u yog'iga o'tganimizda burchadan kalitgan qilib qo'yishdi. Qurilishlari zo'r. Xohlasangiz kirib yashasangiz bo'ladi, xohlasangiz buzib tashlang, boshqatdan qursangiz ham bo'ladi. Qani, ko'cha tupik, uglovoyga tushgan. Bitta kalitkadan kirsa bo'ladigan joyi, hozir kalitkadan kirib uyga ko'rsatamiz. O'zi ham zo'r variant, ulgurib qoling. Kirganimizda graylarni uchgan, zal spalni, bu yerda bitta detski bor ekan. Qarang, bu yoqda bitta zal, bu yoqda spalni. Uylarni ko'rsatib o'tirmadim, remontlaricha abo'yla qilingan, ishini ham uy ekan. Shunaqa holatda. Hamma xonalar remont qilingan, bu yerda mashina qo'ysangiz bo'ladi. Podolga xod bor ekan. Eng zo'rini aytaymi bu yerda. Eng zo'r narsasi narxida 150 ming deyilyapti. Kelishadigan joyi bor. Ulgurib qolinglar, aloqaga chiqinglar, tez orada baraka qilamiz.